Dushman men o'zimni nasib berib o'laman deb o'ylagandim. Mendan почти 1.8 litr adashmasam qon olingan, plus sog'lig'i sinib ketgan, seryozni operatsiya bo'lgan, o'sha Fransiyaga kirib ketgandan keyin men o'zimni o'laman deb o'ylaganman. Sal qo'rqib ketganim sababi chunki men hali tayyor emasdim. Ko'p gunohlar qilganman, gunohlarim ko'p bo'lganiga juda ham qo'rqaman, o'lib ketaman deb. Hali tayyor emasdim chunki o'lishga. O'shandan keyin bansaga qolib ketdim. Bansaga 2 oy, adashmasam 2 oy bansada bo'ldim. Ertalabgacha tirik qolmaydi deb aytishgan, 8-20 deb aytishgan. Ishqilib, shu holatdan keyin men juda ham hayotim ishqilib boshqacha o'zgarib ketdi. 3 marta avariya bo'lganman, DTP baykim bilan. Shu 2 marta strashniy avariya bo'lganman. Tojikiston Dushanbega borguncha 200 da o'tirib ketganman. Ko'p kishi ishonmagan tanishlarim, lekin Xudoga shukr. O'zim ham hammasi yaxshilikka, hamma yomonliklarimni tashladim, ko'p gunoh ishlarni tashladim. O'zim va'da berdim to'g'ri hayot kechirishga. Glavnisi chindan ham kimga haqiqatdan men kerakman, kim meni chindan ham yaqinim. O'sha narsalarni imенно o'sha banitsada bo'lgan vaqtim bilib oldim. Bilasizlar, men pub o'ynamay ketganim uncha o'ynardim, uncha formani qotib qo'ydim. Adashmasam 2025 oxiridami, 26-yilmi formani qaytib kelganman. Mana yutgan turlarimni ko'rishlari mumkin. Qanaqa qilib jahon chempioni bo'lgan bo'lsam, 2 marta xuddi shunaqa O'zbekistonda ko'tarilar. Xuddi dushman men o'zimni nasib berib o'laman deb o'ylagandim. Kutamiz endi agar qaytsalarga addushi. Chunki bu ham o'zini vaqtida zo'r bo'lgan PUBG'da. Mendan почти 1